Taң алдыдaki қараңғылық. Abdori Qaraxan. Mikrofon aldıda Qaraxan. 3. qism. Aziz qarindoshlarım, Razil Xitoy kommunistlarining navbatdagi plani bizni hayot qo'yish emas. Aziz qarindoshlarım, bizni yer yuzidan pokiza yo'q qilish. Bundaq desam, ma adash vahimi gapni bek to'liq qiladigan adashgan deb o'ylab qolmanglar. Aziz qarindoshlarım, biz qachongacha vahimi gapdan urkib, vahimi gapni anglashga jur'at qila olmay yashaymiz? O'tganda 4-oyning 27-kunidagi cho'ng tipdagi namoyishda, ya'ni Belgiyaning poytaxti Brükselda Yevropa Komisyonining oldida turib, shu namoyishga vaqti, iqtisodiy sog'lomligi, ish o'rnidan ruxsat so'rash qatorliq imkoniyatlari bor turibmi? Namoyishga kelolmagan qarindoshlarimga bir oz zarat bo'lsin uchun ozroq so'zlab qo'ydim. Ko'nglinglarga ammanglar. Yo'lida qilingan tanqid odamni ilgari bostirdi, olg'a bostirdi. Ochiq dora va o'kul odamga shifo qiladi. Suyimlik ona tuproqimiz Sharqiy Turkistonning kimligi bilan pasporti biz uchun haqiqatan bek muhim. Buni sargardonlikda yurayotgan musofir Uyg'ur qalblar toza obdan tushunadi. Bu qitimqi dunyoning har qaysi joylarida o'tkazilgan 7-oyning 5-kunidagi Urumchi qirg'inchiligiga norozilik bildirish uchun o'tkazilgan cho'ng tipdagi namoyish faoliyatiga dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan xeyli ko'p qism Uyg'ur yoshlarimiz qatnashibdi. Mana bu namoyishdan ko'rib olishga bo'ladiki, dunyoning har qaysi joylaridagi xeyli ko'p qism Uyg'ur yoshlarimizning uyg'onganligidan derak berdi. Dunyoning har qaysi joylarida o'tkazilgan cho'ng tipdagi muhim namoyishlarga kelishga va berishga tamamen qurbi yetadigan turg'uliqmi kelolmagan va borolmagan qarindoshlarim, sizlarning yo'qlamanglarni o'z vijdoninglar qiladi. Alloh qiladi. Qabrdagi munkir nakir qiladi. Uyg'urimning so'yimlik tarixi kelgusida sizlarni yo'qlama qiladi. Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabia Qodir xonim boshchiligida yillarcha o'tkazilgan namoyishlarni Alloh xotirlaydi. Dolqin Aysa va Seyit Tumturk, Hidoyatulloh O'g'izxon apandilarning Germaniyada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, yillarcha o'tkazgan cho'ng tipdagi va kichik tipdagi namoyishlarni Alloh xotirlaydi. Qadrdon millatimiz o'z tarixining sharafli qurlaridan o'rin berdi. Undan boshqa ismi atalmagan ajoyib o't yurak inqilobchilarimizning ish izlarini Alloh xotirlaydi. Millat o'zining so'yimlik farzandlariga tarixning yuksak qurlaridan o'rin berdi. Hurmatli aziz qarindoshlar, siyosiy rahbarlarimizning va aktiv faoliyatchilarimizning, olimlarimizning, yozuvchi ziyolilarimizning yil, oy, kunlari sizlarni uyg'otish bilan o'tib ketmasin. Biz endi uyg'onayli. Biz hozir qimmatli vaqtlarimizni faqat uyg'onish uchunla, ittifoqlashish uchunla sarf qilmay, qandoq qilganda ana tuproqimiz Sharqiy Turkistonni va shu zaminning barhaq mirosxo'rlari ham egilari bo'lgan chorasiz qolgan xalqni qandoq qutuldirishimiz kerak, buni ko'proq o'ylashimiz va o'tkir planlashimiz kerak. Sizlarning ustinglarga o'lim soyi tashlawatsimi? Qachongacha yolg'on tasalli bilan o'zinglarni aldab yashaysizlar? Qachongacha o'yg'onmaysizlar? Fatih ustozning mundaq bir jumla so'zi bor. O'lim qo'rqusi bilan moddiy va ma'naviy zulmga ko'z yumgan millat har doim xorliqqa, qulluqqa va o'limga mahkum bo'lgan millatdir deydi. Aziz qarindoshlarim, Shinsay degan ishplas Sharqiy Turkistondan ayriladigan chaqda
o'z xotirasiga mundaq deb yozgan ekan. Bu joydagi Uyg'urlar shundoq bir haq ekanki, bularning dini bir, Allohi bir, kitobi bir, payg'ambari bir, millati bir, tili bir ekan. Mana mushu 6 turlik birlik bor ekan-u, lekin 7-chi birlik bo'lgan dil birligi yo'q ekan. Agar bularda dil birligi bo'ladigan bo'lsa, bu millat dunyoga xo'ja bo'ladi deb ekan. Aziz qarindoshlarim, biz endi mushu Shingsay degan To'nguzning xotirasidagi qurlarga rioya qiladigan millat bo'lib qolmayli. İşplas düşmanlarimizning tarixdan buyon biz Uyg'urlarni yiltizimizdan yo'q qilish planini işplas düşmanimiz bo'lgan Xitoyning qadimgi bo'g'isi Kunzijinning tarixni yo'qotish nazariyasi degan kitobidagi buni qurlardan bilib olg'ili bo'ladi. Yatni yo'qotish uchun uning davlatini yo'qotish kerak. Oldi bilan uning tarixini yo'qotish kerak. Mal boyligini kesish kerak. Din etiqadını çöktürüş gerek. Kaydı yosununu buzuş gerek. Kavri tağutunu çekiş gerek. Anı urğunu kurtuvetiş gerek. Bunun için aldı bilen tarixini yo'qotish gerek degan edi. Mana hazır Xitoy komünistlerden ibaret bu düşmanimiz öz boğusu tüzüp bergen bu atalmış tevarrük formulasını cinini tikip hatta çekidin aşırıp o'rinlayotdi. Biz Uyg'urlar bununla acaba sabrini qachongacha davomlashtiramiz? Aziz qarindoshlarim, umidsiz millat o'lik puraydi degan gap bor. Biz Xitoy kommunistlardan ibaret bu düşmanimiz ustidan g'alaba qila oladiganligimizga ishonayli azizlarim. O'yg'inayli, o'rnimizdan dast turayli. Qachongacha şerin tushning kayfida uyquda meyvaqlab yaşaymiz? Qachongacha uyg'onmaymiz? Haqiqiy erkeklarning manga yo'lida iz qoladi. İzlardan bo'lsa xushpuroq gullar unidi. Chunki ular o'z nafsi xohishi uchun emas, balki o'zining zimmasidagi qarzini ado qilish uchun yashaydi. Aziz qarindoshlarim, biz muhojiratdagi hayotimizda bu erkin devletlerde, yani erkinlik qo'g'diladigan devletlerde erkin nefeslanayotganligimiz bilen vatan ichidagi qonga chiloqliq yotgan narisidlarimizni ve xalqimizni unutib qolsak bo'lmaydi. Mangsak tursak, o'ltirsak qopsak, ashu chorisizlarni qutuldirish uchun o'tkir plan tuzishimiz kerak. Ustoz Alim Abdulhakimxon Maqsum Hojim kız ayollarını qo'g'diyolmagan qavm, xalq, millat yurtini qo'g'diyolmaydi. Kız ayollarga ega chiqolmagan qavm yurtiga ega chiqolmaydi degan edi. Mana hozir marhum olimimizning deginidek bo'layotmamdi. Aziz qarindoshlarim, insonga iman qo'mondan bo'lgan vaqtda vicdan uningga bay'at qiladi. G'urur uningga agishidi. Hayo insof uni cho'ridab turdi. Aziz qarindoshlar, biz Uyg'urlar tarixdagi eng sirliq va eng cho'ng sinoqqa duch keldik. Yo'llarimizda tik cho'qilar va davonlar bek ko'p. Biz o'z tariximizdagi yana bir qitimliq Ergenekondan o'tishga to'g'ri keldik. Nishonimiz aniq bo'lishi va chidamchan bo'lishimiz kerak. Biz o'z tariximizdagi bu sirliq davonlardan o'tishimiz uchun bizda yuksak iroda va kuchli jasorat bo'lish kerak. Aziz qarindoshlarim, endi bizga orqamizga bir qadammi chekinish yo'li qolmadi. Biz izchil olg'a qarab ilgirlashimiz kerak. Shuning uchun biz so'g'oqqon, savirchan, g'ayratlik, irodalik, kang qo'soq, apuchan, aqlliq, oldin ko'rar bo'lishimiz kerak. Agar biz mangan yo'lda, davanda ko'rik bo'lmasa,
atlap bolsumu ötüşümüz gerek. Su tamçısı küçlük bolğanlığı üçün emas, izchil davamlaştıralıganlığı üçün qattiq taşni teşerligen. Biz bu davamlıq yolga atlangan ikenmiz, ömülep bolsumu bu yolni tamamlaşımız gerek. Kök böredek cesaret bilen algı ilgirilişimiz gerek. Dünyada mutlak ümitsizlik bolmaydı. Fakat ümitsiz adam boludu. Addi kademler bilen mi yüksek yollarını tamamlıqılı boludu. İradilik adamlar meyli qandaqlı bolsun, çokum davanlardan aşağılaydı. Aziz qarindaşlarım, her günü bizni oygatqını saat emas, belki bizning arzu armanlarımız boluş gerek. Yaşaş bir kanuniyet, qandaq yaşaş bir kabiliyet. İnsan öz murat maqsadlarga arzu qilib emas, bedel to'lab erişidi. Biz o'yg'inayli aziz qarindoshlarım, o'rnimizdan dast turayli. Hürmetlik anglarmenlerimiz, Tang aldidagi qarang'uliq namliq maqolaning 3. qismi mush yerda oxirlashdi. Kelarki qismida ko'rishayli. Xayri xo'sh.